Mana bu yerga kelib qator buzilyapti. 1, 2, 3 marta, 4 marta suvdan qoldirilgan. Bo'yni balandligi 320 gacha bo'lishi mumkin. Suti pastdan bo'lgani hisobida shamolga yiqilmaydi. Keyin suti qancha yerga yaqin bo'lsa, shuncha yirik bo'ladi. Bu ham silos, ham donga mo'ljallangan, respublikaning hamma tuproqlariga mos tushdi. Masalan, 1 kilo poya bilan suti chiqadigan bo'lsa, bu hosil. Kesib olganingizda 50% foli, 50% mana bu hashatga qolishi kerak. Yukselda elektr suruvchilik kompaniyasining, Bravo suruvchilik kompaniyasining jami 600 xil gibridi bor. Aynan mana shu bo'g'indan shu bo'g'ingacha changlanish jarayonida suv yetarlicha bo'lgan. Mana bu yog'iga suvdan qaytarilgan. Mana shu holatda, demak, mana barglari massasi yaxshi bo'lishi kerak deyapsiz. bariga tik sifat, o'shaning uchun zich ekilsa ham bo'ladigan, gektarga 90 ming dona eksa bo'ladigan. Qahramon aka, baraka toping. Yaxshi bir xursandchilik kuni bugun. Albatta. Zo'r ma'lumotlar bo'ladimi? Inshaalloh. Shu fermerlarimiz ham boy bo'lib ketadi, shu ketishda millioner bo'lib ketadimi? Sababini aytamiz. Mana bu yerda bugun don va silos yo'nalishi bo'yicha bir necha yillik tajribasi bor O'zbekistonda korxonani dalalarga tashrif buyurdik. Nüanslar bor. Xudo xolasa bugun shirin suhbat bo'ladi. Oxirida sovg'alarimiz ham bormi? Bir necha gektarga sovg'a ham bor. Xudo xolasa eng oxirida aytamiz sabablarni. Bitta tushuntirib o'rasiz, qayerda turibmiz, nima dalada, bitta aytsangiz qolganini olib ketamiz xudo xolasa. Agrobiznes tomonidan respublikaning 12 ta viloyatida ham sinov maydonchasi bor. Shu maydon Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidagi sinov maydonimiz. Bu yerda 16 xil gibrid, chorva oziqa ekinlari urug'lari, silos va donga mo'ljallangan urug'lar ekilgan. Ham don, ham silos yo'nalishi bo'yicha. Korxonani firmasi, korxonasi haqida kichkina ma'lumot aytib berasiz endi. Nima korxonani aynan bu yerda gibridlar nechtasini ko'ramiz? Agrobiznes tomonidan olib kiriladigan gibridlar yangi sinovda ekilgan gibridlarning 16 xil gibrid ekilgan shu maydonda. Faollarimiz nechadan nechaga? Faol guruhi 400 dan 720 gacha bo'lgan, 720 guruhigacha bo'lgan gibridlar. Birdan bitta narsani aytib ketaylik. Haligi disclaimer deylik-ku. Hozir kelib ko'rdik, mana yerda turbalar turibdi. Biron bir muammo bo'lganmi bu dalada? Albatta, eng suvga taqsil bo'lgan maydon. Chunki bu yerda o'zi nasos bilan sizot suvidan 4 marta sug'ordik. 4 marta. 4 marta. O'shandaga ham e'tibor bersangiz, bittaga bitta suv ichgan, bittasiga bera olmadik. Suv yo'qligi uchun. Haqiqiy sinov bo'libdi-da, bo'lmasa? Qonuniy sinov bo'ldi. Ham salgina sho'rlangan tuprog'imiz bor edi. Shuni ham sinovdan o'tkazdik. Boshqa dalalarda boshqacharoq rezultatlarimiz bor. Bugun endi Yangiyo'lga yaqin, sababini ham aytamiz oxirida nima uchun bu dalaga kelganimizni. Endi hozir turgan mana undan boshlaylik. Keling, bitta praktikani ko'raylik. Nima bu? Bu Bravo urug'chilik kompaniyasining F534 yangi gibridi. Mana tablichkalari bor, tablichkalari bor. Respublikada barcha maydonlarda sinovdan o'tdi. Ham don, ham silosga mo'ljallangan. F534. F534. Demak, hamma hududlarda o'tkazib ko'rdingiz. Tuproqda hamma sharoitda O'zbekiston tuproqlarida, Qoraqalpog'da ham, Andijonda ham muvaffaqiyatli o'tdi. Bo'pti, mayli, o'sha suvdan 4 marta suv ichgan bo'lsa ham nima natijasi bor ekan? Bittasini ochaylik. Qahramon aka, ochinchi bittasini chiqib, o'zi 4 marta suv ichgan bo'lsa ham makka jo'xori hosil soladimi o'zi? Kelinglar yaqinroqda mana ko'ramiz. Kelinglar. Oching, qaysi birini bo'lsa ham. Ham don, ham silos yo'nalishida o'zi aslida silos bo'ladigan bo'lsa, oldinroq o'rib olish kerak edi, lekin hozir oxirigacha sinovni ko'rish uchun qoldirilgan. Bilasizlar, sinov bo'lganda oxirigacha ko'riladi, to quriguncha oxiri qachatkalardan ko'riladi. Mana shu yerdan ham ko'rsangiz bo'ladi, mana suvga chanqoqligini, mana shu sutani o'zidan mana bu yerga kelib qator buzilyapti. 1, 2, 3 marta, 4 marta suvdan qoldirilgan. Har bitta qator aylanasi buzilishi suvdan stressga tushganidan dalolat beradi. Shunday vaziyatda mana sutani ko'rib turibsizlar o'zlaringiz. 4 marta suvga chanqoq bo'lgan holatda berilmagan suv. To'g'ri berilmagan. Bu sinov dalalardagilar ham to'liq sizlar nazoratchilardan emas, ular sizlar xo'jayinchilik qilamizlar bu joyga kelganda? Albatta, vaqtimiz yetishmaydi. Ko'pgina dalalarda agronomlarimiz bor kuzatishga, vaqt yetishmasdi. Shuning uchun ham endi bu yerda imkonsiz bo'ldi suv qo'yish. Endi lekin shu holatda ham aynan bizga kerakli bo'lgan natijalarni oldik. Boshqa viloyatlarda suv yaxshi bo'lgan joylarda ularni ham taqqoslab ko'rishimiz mumkin. Hali taqqoslaymiz, endi eng yaqini bo'lgancha ko'ryapmiz. Maqsad faqat haligisini emas, liboy stress holatda bo'lsa ham ko'rsatish. Avval borligini ko'rsataylik, keyin yog'ini gaplashib olamiz. Bu yerda yana namimiz bor ekan. Endi hammasini ko'rsatmaylik, bir 4-5 tasini ko'rsataylik, shundan xulosa qilib olsak bo'ladi. Bu MF23 450-500 guruhiga mansub. Bu bug'doydan keyin silosga ham yaxshi beradigan. Ikkinchi hosilga miksir. Bu kichkina faol bo'lgani uchun ham silos ham donga mo'ljallangan. Mana ko'ryapsiz, 50% don, 50% barg bo'ladi silosda. Mana qarang barglari. Bitta poyani olganingizda, bitta poyani kombayn uradigan qismini olganingizda
so'tasini olganingizda 50% qolishi kerak. Masalan, 1 kilo poya bilan so'ta chiqadigan bo'lsa, bu hosil. Kesib olganingizda 50% poli, 50% mana bu pachatga qolishi kerak. Sindiringchi qahramon aka, mana shuni qayerdan, o pastdan bo'lsa ham sindiraylik, sal o'sha bu yoqqa olib chiqmasak, fond ichida ko'rinmay qolishi mumkin. Ana. Siz endi baribir mana shu holatda. Demak, mana barglari massasi yaxshi bo'lishi kerak deyapsiz. Ha, bariga tik sifat. O'shaning uchun zich ekilsa ham bo'ladigan, gektarga 90 ming dona eksa bo'ladigan gibrid. Aslida bo'yi yana ham balandroq bo'ladi. Albatta, buni bo'yi 3.20-3.5 metrgacha bo'ladi. Maşallah. Zo'r. Demak, hali ma'lumotlar to'lig'icha olamiz, bizga uni yuborasiz, xudo xolasa. Yo, hozircha ko'rinishi bu turishdan ham yomon emas. Xo'p, sekin mashaq qarab yana ko'ramiz, ha? Bu hammasi O'zbekistonga birinchi keltirilganlarmi? Bu MF23 ikkinchi yil sotishda o'zi. Bu kontrol sifatida ekilgan. Sotishda bor. Ha. Sotishda bor. Xuddi ana shu shaklda boshqa gibridlarimiz bor, kontrol sifatida ekkanmiz. Undan ustun bo'lganlari keladi. Yaxshiroqlar. MF27 respublikada keng maydonda silos uchun ekiladi. Mana shu suvsiz sharoitda mana bu 3 metrga yaqin bor. Bu MF27 respublikaning barcha tuproqlariga mos tushadigan, asosan silosga mo'ljallangan gibrid. To'liq silos. Juda yaxshi. Buni ham zich bargida tik bo'lgani hisobida zich eksangiz bo'ladi. Mana shu yerda biz ko'chat qanligini gektarga 100 ming donaga yetkazsangiz bo'ladi. Hop, 100 ming bu yaxshi. 100 ming yaxshi. Bu boshqa. Elektr suruvchilik kompaniyasining o'nlab gibridi O'zbekistonda sotishda mavjud. Ushbu F5 PM gibridi mana shu ko'rinishga ega, bu yangi gibrid. Yangisi. Yangi gibrid ichkariga kirgan satida so'tani shakli o'zgarmaydi. Mana shu yerdan kirib ko'rishingiz mumkin. Keling. Mana so'tada bir xil joyda so'ta bergandan biling. Shamolda yiqilmaydi. Bo'yni balandligi 3.20 gacha bo'lishi mumkin. So'ta pastdan bo'lgani hisobida shamolga yiqilmaydi. Keyin so'ta qancha yerga yaqin bo'lsa, shuncha yirik bo'ladi. Bu ham silos, ham donga mo'ljallangan, respublikaning hamma tuproqlariga mos tushdi bu. Mana shunisini bitta ochib ko'raylik, qahramon aka. Ichida donlari hech turgan joyda ko'rsak bo'ladi mana. Buni masalan, bunday sindirib ko'rsangiz ham 20 qatorgacha bo'ladi. Real, buni donlari. Mardagi qizil, ichidagi mardak yengil keladi. Asosan don. Mana bunaqasiga 20 qatorgacha. 20 qator, uzunasigacha 54 gacha bo'ladi. Bu O'zbekistonda savdoda bormi? Endi sinovdan o'tdi. Kelgusi yildan sotishda bo'ladi. Ko'rib qo'yinglar o'rtoqlar, yangi anolar. Общий nechta navbat bo'ldi hozir? 16 ta gibrid bor bu yerda. Shundan sinovdan o'tgani 6 ta yangi nav, shuni bittasi bu. Demak, hammasi ham o'tmaydi. Yo'q. 16 tadan bo'lsa 4 ta maksimum o'tishi mumkin, 5 ta. Haligi o'xshamagan, boshqa bo'lganini o'zi ajralib chiqarib tashlasiz. Masalan, Xorazm hamma joyda zo'r bo'lib, Xorazmda yaxshi bo'lmasa ham, u sotishga kelmaydi. Chunki Buxorodagi dillerimiz Xorazmga sotib qo'yishi mumkin. O'shaning uchun 12 ta bo'layotdi, hammasida rezultat yaxshi bo'lganlarigina sotishga kiradi. Juda yaxshi. Bitta ma'lumotda mana Bravo bo'lyapti, elektr o'zi nechta? O'zi tagi qayerda o'zi bu korxonaning, firmaning nomi? Bu Turkish Genetik. Yuksal urug'chilik kompaniyasi bilan hamkorlikda sherikda ishlaydi. Turkish Genetikning ichida Bravo urug'chilik kompaniyasi bor, elektr suruvchilik kompaniyasi bor. Demak shu bitta oilada. 2019-yildan boshlab O'zbekistonda elektr suruvchilik kompaniyasi keldi. 22-yildan Bravo urug'chilik kompaniyasi urug'lari kelgan. Demak Yuksel deb bilasizlar o'rtoqlar. Yuksel bu dunyo urug'chilarda, brendlarida bash kuchli, men o'ylayman, o'zimcha o'ylayman, shu 5 talik bor-ku. Shunga kiradi deb o'ylayman-da. Chunki qachongi Yukselda u juda boshqa navlari ham bor, bilasizlar, sabzavot urug'larini ham chiqaradi. Va shuning ichida agar oilasi bu ham bo'ladigan bo'lsa, men o'ylaymanki, bu faqat bularning foydasiga bo'lgan. Ya'ni Yukselda tajribasi bor-ku, olimlar. O'shani qo'llari bor-da endi bu yerda. Albatta. Hammasi shu yerda ishlaydimi? Biz uni sabzavot ekinlari to'g'risida ham boshqa turamiz. Hozir sinov jarayonida. Kelgusi keyingi 2 yilda nasib bo'lsa ularni ham sotishga to'lab beramiz. Yukselda elektr suruvchilik kompaniyasining, Bravo urug'chilik kompaniyasining jami 600 xil gibridi bor. 600 xil zona. Uning ichida eng zo'r u yerda bo'lganlarni biz sanab olib kelib, O'zbekiston tuprog'ida 2 yil sinab, 3-yil sotishga keladi. O'shaning uchun fermer xo'jalarimiz kafolat bilan beramiz. Juda. Shu o'rinda bitta gapda, beri kelishdan olam sinaladimi yo'qda o'zi? Joylari, boshqasi. O'sha joylarni borib ko'rib kelishingiz mumkin. Yaxshi taklif. Qachon borib ko'rsak bo'ladi? Bitta narsa borda, biz avval bitta korxonani ko'rsatganmiz, bilasiz. Va jamoasi bilan hozir O'zbekistonda juda yaxshi faoliyat olib beryapti. Dehqonlar mamnun va joylarga ham, zavodlarga ham bordik.
jamoasi bilan hozir juda katta ish olib boryapti. Jamiyat uchun juda katta foyda bo'ldi. Hammasi shu, ya'ni bizni agrar tadbirkorlarni professional tarzga olib chiqish uchun, yaxshi daromad olish uchun sabab bo'la olyapti. Endi ikkinchi sabab bor, mana juda ham ko'plab firmalar bor. To'g'risini aytaman, qahramonlik bu bor gap. Hammasi ham qolqimayapti-da. Yo'q bo'lib qoldi hozir. Nomini aytmayman, yo'q bo'lib qoldi. Boshida bor edi, makkajo'xorilar sotdi, boshqa bo'ldi, hozir yo'q. Nomi ham yo'q, o'zi ham shu pana pasqanda yurishibdi. Lekin agar yukseldi, mana siz aytganingiz bu katta bu mas'uliyatda bu. Aytyapsiz, yuksel, joylari bor, olib borib ko'ramiz deb. Biz borib ko'rsak, professional tarzda o'sha dalalarni ishlab chiqarish zavodlarigacha kirib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Albatta, o'sha narsalarni yo'lga qo'yganmiz. Shu oyda nasib bo'lsa 2-3 kunda bosh rejam bor. Sizni ham taklif qilamiz. Agar borib ko'rib, o'sha yerda aynan mana shu urug'larning u yerdagi holatini ko'ramiz. O'rtoqlar, bugun 19-avgust. Qachonga reja? 22-avgust. Yep, 3 kun ekan. 3 kunda. Xotin Turkiyaga ketyapmiz biz deydi. Shuni o'rtoqlar borib kelishimiz ajaba Turkiyaga bilet muammo emas. Qarab ko'rasizlar. Bizning muxlislar bor, juda sodiq va ular uchun u yoqda o'tirgan odamlar, ularda dalasi, mana mijozga bo'lgan munosabat juda ham qiziq. Ya'ni kim bilan ishlayapti? Tushunsa bo'ladigan korxonami, joyi bormi? yoki bir ikkita er xotin mana qilib aylantirib, separator o'tkazib, qopga solib o'tiribdimi? Juda muhim narsa-da. Avval borganimizda bu narsani isbotlaganmiz va haqiqatan bugun jaqqa javob dedi. Shu narsa o'zini yuzimiz yorug' bo'ldi. Yuzimiz yorug' bo'lish uchun agar borib ko'rsatib bersak, ertaga muxlislarga ham qiziq bu narsani ko'rish va siz ham o'zlari loyallikni oshiraveradi, boradi, ko'radi haqiqatan. Chunki sizning qo'lingizdagi narsa emas, butun jamoani, yerda minglab odamlarning mehnati bor, to'g'rimi? Albatta. Katta olimlar, necha yildan beri umrini bunga sarf qilgan odamlar bor. Albatta. Demak, siz aytishingiz bo'yicha o'shalarni o'zini ham ko'ramiz, joyini ham, dalalarni ham ko'ramiz. Albatta. O'rtoqlar, taklif yaxshi, nima deysizlar? To'g'ri, 3 kun ichida bilet olishga harakat qilamiz, ulgurishga. Olib beradigan bo'lsa, biz komandamiz bilan borib, joylarga borib ko'rsatib beramiz. Yana necha kishi bormi? Yana faqat ikkovmizmi? Ya, respublikaning yirik chorvadorlar bor. Yirik chorvadorlar eng kam 500 gektar ekiladigan chorva fermalar. Krutoy perslar bilan borib qoladi. 25 kishiga yaqin. Demak, tajribasi bor fermerlarning ham fikrini o'shadan borib o'rganib kelsak, o'shalarni ko'rsatib kelamiz. Endi agrobiznes, mana sizga qisqacha o'zimiz to'g'risida aytaman. Agrobiznes 95-yil tashkil topgan O'zbekistonda bizning kompaniya. Bu yillar davomida biz shu narsani bildik. Eng muhim narsa bu kadr. Albatta. Shu o'rinda biz o'zimizni agrobiznesga yetarlicha kadr shakllantirib olganmiz. Shu yerda ekilgan 16 xil gibridni har bir tegishli belgilarini bizning mutaxassislarimiz, kuchli mutaxassislarimiz. Bu sho'r holatda qanday bo'ladi, quroqchilikka qanday bo'ladi, hammasini sinovdan o'tkazib olib kirib, fermerlarga ta'lim qaytadi. Shu fermerlarni biz taklif qilishimizga sabab ularni u yerdagi holatni ko'rsatib, ulardan biz yanada ularni taklifini inobatga olish. Bu yerdagi yaxshi narsalarni, shu narsani olib kirsangiz bo'lar ekan, bu narsa bizga borsa yaxshi bo'lar ekan degan taklifini olish maqsadida. Yangi navlar ham bo'ladi-ku yerda, ha? Ularga ma'qul. Ba'ni qarang, pachatkasini, bo'yini qarang deydigan bo'lsa, shular keladimi kim bilan? Xuddi shunday. Demak, o'zaro hamkorlik juda yaxshi, juda zo'r taklif bo'lgan. Biz harakat qilamiz akalar. Inshaalloh harakat qilamiz. Agar Turkiya deb yozib qo'ylar bo'ldi. Hisob. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, Turkiya deb yozib qo'ylar. Boramiz, ko'rsatamiz, navlarni ko'ramiz va yaqin kelajakda bizni dehqonlarimizga boya boshlayapti-ku, millioner bo'lib ketishadi endi va shu yaxshi daromad qilish uchun sabab bo'ladigan omillarni qanchalik kerak bo'lsa, shunchalik taqdim etamiz. Oxirgi yana bittasini ko'raylik. Shu bilanchi nimamiz yo'q. Nima navimiz bor? Lexus. Mashinami bu? Bu Lexus. Lexus nomiga ko'ra Lexus ham don, ham silosga mo'ljallangan. Mana olib qo'ydik. Bu O'rmonlar aka, bu dalaga kaliy umuman berilmagan. Kaliy berilmagan, o'shaning uchun bu narsalar agrotexnikadan soti uchigacha don bo'lmasligi agrotexnikadan kuzatish mumkin. Siz maksimal darajada buni stressga solsangiz, qo'ldan kelgancha. Mana hozir yaqinroq ko'rsatsak, men sizga bitta farqini ko'rsatib beraman. Masalan, mana shu sutani oladigan bo'lsa, aynan mana shu bo'g'indan shu bo'g'ingacha changlanish jarayonida suv yetarlicha bo'lgan. Mana bu yog'iga suvdan qaytarilgan. Dehqonlar uchun life hack. Suv topa olmagan, o'sha natijasida har bitta bir don demak, chang kelib mardakka birikmagan. Birikish uchun namlik bo'lish kerak. Buni har bitta sutida kuzatsangiz bo'ladi. Mana bu yergacha to'liq, bu yerda suvdan qoldirilgan. Lekin mana bunda ham shunaqa. To'liq suvdan qoldirilgan. Shu o'rinda aytib ketamiz, o'rtoqlar. 1 yillik umrda bu. Mana hozir berilyapti-da, mavsumning yarmiga yetganda suv yo'q degan muammo chiqyapti-da. Iloji bo'lsa hamkorlik qilayotganda hamma tomonni hisobga olib 1 yillik tadbirkorlarning umrida bu. Qancha odam ko'z tikib o'tiribdi-ku. Albatta. To'g'rimi? Maksimal darajada rezultat ko'rsatish uchun muammoli bo'lsa, u yaxshi hamkorlik qilmasdan
suv bor, ishonchli joy bilan hamkorlik qilinsa yaxshiroq. Va'da berayotganda sizga, hozir siz uni ura olmaysiz, ularni cho'ka olmaysiz. Vaziyat shunaqa qahramon ekan dedik, bo'ldi, shu bilan masala qutiladi. Lekin hali ham bu Lexus suvga chidamlini. Ha, men shuni hozir gaplashamiz. Suvga chidamlini. Agar kontrol sifatida yoki boshqada ekkanimizda suvga chidamsiz navlar bu qadar to'ta tugmaydi, don tugmaydi. Hozir doni qarang, shu xil bor-da hozir. Albatta. Shu yerda ham don bor. Endi bu yerda ham don yo'q deb aytarmiz, to'g'rimi? Don bor, boshqasi bor. Endi 4 marta suv uchun balkim men Makka jo'xori bo'yicha mutaxassis emasman. Endi siz ichida yuribsiz, qanaqaligini o'zingiz bilasiz. Biz buni ularning navlarida ham naryada ekilganini realnisini ko'ramiz, ko'rsatamiz. Buni imkoniyati bor va sizda o'sha boshqa yerlarda olingan tasvirlari bor, videolar bor. Ularni ham bizga taqdim qiladigan bo'lsangiz beramiz. Endi baribir aylanib kelib gap o'sha tadbirkorlarda daromad topishiga keladi. Shunga maksimal darajada qanaqa bo'lsa ham yordam berishimiz kerak. Mana tajriba bor-ku hozirlarda. O'shani tajriba mana hozir aytyapsiz, shularning hammasi tajribada bu. Buni bu darajadagi bo'lishiga yana bitta omil bor. To'g'risi, tizza bo'yi bo'lganda suv umuman chiqmadi. Bu suv nasos bilan tushib ketdi suv tempi. Gektar maydon katta. Biz buni Ispaniyaning Anoco oziqa kompaniyasi bor. O'shanda Supramin degan brend nitrofazin bilan qo'shib sepdik. Bu namlikni ushlaydi, o'simlikni stressdan olib chiqib ketadigan. O'shani sepdik. Buni oldin ham bilardik yaxshi ekanligini. Buni ko'proq o'shanisiga urg'u berdik. Chunki suv yo'q. Biz barigidan suspensiyasi bilan ushlab turdik. Demak, o'sha ma'lum bir boshqa yordamlar ham bo'lgan, qo'ldan kelgancha qilinadigani. Endi suvchalik yordam bermasa ham imkon qadar yordam beradi. Korxona faqat urug' sotmaydi. Himoya vositalari, ozuqalar, full komplekt bor bularda. To'liqligicha bor. Demak, dehqon urug' oladigan bo'lsa, ozuqalarigacha, himoya vositalarigacha sizlarda full komplekt yordam oladi. Albatta. To'g'ri, endi haligi amofos, kaliy azotlarni sotmaysizlar-ku. Xelatni formadagi bargdan beriladigan hamma turdagisidan bor. Rootdan boshlab growing, finalgacha hammasi bor. Shunaqami? Demak, bular ham bor. Demak, bitta yordam berganda shu komplektni kirib ketsanglar korxonaga full yechim olib ketsanglar bo'ladi. Ya'ni ozuqalarni ham olib ketsanglar bo'ladi. Ular bo'yicha ham sizlarda tajribalar bor va keyslar bor. Ya'ni qanaqa bo'lgan, nima bo'lgan, mana bitta misolni aytyapti. Men buni tepasida bo'lmaganman. Endi akalarning gapiga ishonamiz. Yana ham bizga qiziq bo'layotgani, agar tashrif buyuradigan bo'lsak, o'sha zavod va o'sha demonstratsiyani poliyada, demo poliyada, mana jamoa ham bor ekan kamiga, birga borib o'sha yerda bitta ko'ramiz. O'sha yerda yana ubiditsiya qilamiz. Undan tashqari bizda qolgan viloyatlardagi, ya'ni boshqa dalalarda bo'lgan rezultatlari bo'lsa, bersangiz, keyinroq bizning tarmoqlarimizda ko'rsatamiz. Ya'ni ko'rsin. Yana kanallar bor, kanalning nomini aytib qo'ying, shu bilib qolsin, o'zingizlar ijtimoiy tarmoqdagi nima deb nomlanadi? Agrobiznes. Agrobiznes deb Instagramda, Facebookda, YouTube'da ham agrobiznes. Silkalarni qoldiramiz, pastga qoldiramiz. Kirib ko'ringlar, rezultatlari bor, yil davomida qilingan ishlarning natijasi bor, xudo xolasa. Mana bir kichkina, bir ozgina mo'jazgina joyga keldik. Odatda o'zi bir aka kelib keting shunaqa joyda edi. Biz o'zi bir mehmonga o'tib ketaturib kirdik hozir. Demak, o'rtoqlar Turkiyada ko'rishamiz endi. Boshqa nimasi yo'q. Kelishdik-a? Demak, xudo xolasa siz harakatni bilet harakatni qilaverasiz. Biz tasvirga olish jarayonlari bilan qanaqa tasvirga olishimiz kerak, qanaqa qilishimiz kerak va borganda bizga qanaqa ma'lumotni olib kelish bo'yicha o'zimizga yana ba'zi bir narsalar olamiz. Qolganini Turkiyada ko'rishamiz. Nafaqat jamoani o'zi, balkim butun boshli bir katta tajribaga ega insonlar ham bor ekan yerda. Qolaversa, u tarafdan ham maslahatlarni olib kelamiz, ha? Imkoni bo'ladimi? Ha, agronomlardan maslahat olsak bo'ladi. Dodaxo'ja zo'r ma'lumot bo'ladi. Akalar uzoqlashmaymiz. Tez kunlarda 23-kun deyapti mana, 23-kuni Turkiyaga safarni boshlasak, yaqin kunlarda to'g'ridan-to'g'ri Turkiyadan kontent qo'yamiz. Mana gapni isboti ham realni dalani ko'rasizlar, zavodni ko'rasizlar, akalar bilan suhbatni ko'rasizlar, tajribalarni eshitasizlar. Xudo xolasa bugungi kuninglardan bir haftadan keyingi kuninglar ancha yaxshi bo'ladi inshaalloh. Xayrlashmadi Qahramonjon, katta rahmat sizga, baraka toping. Xudo quvvat bersin. Qisqagina bu instruktaj bo'ldi. Hali hamma ishlarimiz oldinda ekan, bug'doydan keyin kelganlar bo'lsa, rezultatlar bo'lsa, safardan xudo xolasa qaytib keladigan bo'lsak, ulardan bir ko'rsatasiz inshaalloh.